Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Eldor Abduhamidov. Shu vaqtgacha Telegram kanalimda turli xil machine learning bo'yicha turli xil postlar, ya'ni nazariy jihatdan postlar chiqarib kelayotgandim. Xo'sh, masalan, machine learning umumiy machine learning to'g'risida tushunchalar, machine learning turlari, machine learningni ishlash jarayoni haqida gaplashdik. Supervised learning, hozir supervised learning bobidamiz. U yerda esa asosan yaqinda oxirgi marta chiziqli regressiya va gradient descent algoritmlar haqida ma'lumot berib o'tdim. To'liq ma'lumotda esa o'sha postlar tagida Medium postga havola berilgan. O'sha havola orqali ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi bugungi bu safar esa biz amaliyot qismini ko'rib chiqamiz, ya'ni Python yordamida linear regression modelini tuzib chiqamiz. Xo'sh, keyin esa bu esa shu video ko'rinishida chiqarayotgan asosiy sababi tekst ko'rinishida, ya'ni post ko'rinishida chiqarsam uncha ko'pchilik tushunmasligi mumkin va videoda esa osonroq bo'ladi deb o'yladim. Xo'sh, endi buni implementatsiya qilishimiz uchun Google Colab'dan foydalanamiz. Chunki bu internetga agar kirish huquqingiz internetdan foydalansangiz, demak avtomatik shu Google Colab'ga bemalol kirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Google Colab deb yozib qidiramizda mana birinchi chiqqanga kiramiz. Bu yerda mana shu yerda new notebook qilib new notebook qilib kirasizlar. Shunda yangi notebook yasaydi. Menda esa mana notebookni o'zi yasab qo'yganman. Men shunga kiraman hozir. Sizlar esa new notebook deb bosish orqali yangi notebook yaratasizlar. Va bu yerda esa linear regressiya to'g'risida umumiy ma'lumotlar berib chiqdim, ya'ni formulalar, nimalar qilamiz degan. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, mana kod qismi bo'm-bo'sh, ya'ni videoda birma-bir har bir nima deydi, bosqichma-bosqich kodni noldan birga yozib chiqamiz. Linear regressionni noldan yozamiz. Ikkinchi qismda esa bu birinchi qism. Ikkinchi qismda esa biz tayyor linear regressiyani ishlatishni o'rganamiz. Ya'ni tayyor kutubxonadan, ya'ni librarydan qanday qilib yuklab olamiz o'sha linear regressiyani to'g'ridan-to'g'ri o'zimizda ma'lumotlar ustida qanday qilib uni o'qitamiz. O'sha narsani ko'rib chiqamiz. Birinchi boshda esa sizlarga u o'sha kod qanday yozilgan, ya'ni linear regressiya nimalardan tashkil topgan va qanday ishlaydi, o'sha narsa bo'yicha kod yozib chiqaman. Sababi linear regressiyani qanday ishlashini noldan boshlab o'rganadigan bo'lsangiz, siz уже boshqa algoritmlarni ham, ko'pchilik algoritmlarda modellarda asosi linear regressiya. O'shanga sizlar umumiy tushuncha bo'ladi va ko'nikmalaringiz ham ancha yuqori bo'ladi. Tayyor kutubxona ishlatadigan bo'lsangiz, unda yetarlicha ko'nikma, bilimlarga ega bo'lmaysiz. Xo'sh, ochganingizdan keyin bu mana folder bor, tanlov bor, tugmasi, o'shani bossangiz bu qism ochiladi. Bu yerga ma'lumotlar faylimizni yuklaymiz. Sizlarga uni Telegram kanalimda ulashaman. Ya'ni o'sha yerdan o'zlaringiz yuklab olib, shu yerga yuklasalaringiz bo'ladi. Xo'sh, mana uy.csv degan faylimizni yuklaymiz. Okey, mana yuklandi. Endi linear regressiya haqida yana ozgina qisqacha qilib o'taman. Linear regressiya chiziqli regressiya hisoblanadi. Inglizcha qilib aytib ketaveramiz, linear regression deb ketaveramiz. Uni asosiy formulasi esa mana bunaqa. Ya'ni y teng b plus mx. Bu yerda y'imiz bu taxmin qilinuvchi, ya'ni bashorat qilinishimiz kerak bo'lgan qiymat, o'zgaruvchi. Bu hozir uy haqida ko'ryapmiz. Bunga esa y'imiz bizda bu holatimizda uyda narxi bo'ladi. B esa bu kesish nuqtasi, ya'ni x'imiz, ya'ni 0 bo'lganda qiymati y'da qiymati nechaga teng bo'ladi, o'sha narsani aniqlaydi, ya'ni bu kesish nuqtasi bo'ladi. Xo'sh, m'imiz esa o'zgarish darajasi, ya'ni x qanchalik o'zgarsa, y'imiz qancha o'zgaradi, ya'ni o'shanaqa, ya'ni o'zgarish darajasini aniqlab beradi. Inglizchada slope deb aytamiz buni. X'imiz esa bu mustaqil o'zgaruvchilar, ya'ni xususiyatlar. Masalan, unga uyda maydoni bo'lishi mumkin, qavatlar soni bo'lishi mumkin, mehmonxona borligi yoki parkovka borligi deymizmi, shunaqa narsalar bo'ladi, ya'ni xususiyatlar. Xo'sh, bu yerda esa linear regression ko'rganimiz uchun biz x ga bitta qiymat, ma'lum bir qiymat tanlaymiz, y ga esa uyda narxini tanlaymiz. Keyin demak biz x'ni ko'pincha postlarimda mustaqil o'zgaruvchi deyapman, y esa y qiymati esa anaqa deb mustaqil bo'lmagan, ya'ni
bog'liq bo'lgan o'zgaruvchi deb ketganman. Sababi x'imiz masalan misol qilib aytgan bo'lsak, x'imiz yer maydoni deylik. Yer maydoni hech qaysi qiymatlarga bog'liq emas. Chunki yer maydoni katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin, har xilcha bo'lishi mumkin. Lekin uyni narxi esa u yer maydoniga bog'liq. Sababi yer maydoni katta bo'lsa, demak uyni narxi qimmatroq bo'ladi. Yo aksincha kichkina bo'lsa, uyni narxi arzonroq bo'ladi. Ya'ni x da qiymat o'zgarishi y ga ta'sir qilyapti. Shuning uchun mana bunaqa y qiymatimiz mana shu yerda mustaqil bo'lmagan o'zgaruvchi bo'lsa, x'imiz esa mustaqil o'zgaruvchi sifatida kelgan. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz ma'lumotlarni yuklab olamizda. Ma'lumotlarni bir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, uning uchun esa bizga kerak bo'ladigan kutubxonalarni aytaman. Birinchi Pandas kutubxonasi. Pandas kutubxonasi fayllar bilan ishlash uchun juda qulay. Keyingisi esa NumPy kutubxonasi. Bu esa matematik amallar uchun kerak bo'ladi. Va bu NumPy kutubxonasi bizga shu linear regressiyani noldan yozib chiqishimiz uchun yordam beradi. Xo'sh, fayl nomi. Men inglizcha yozib ketaman, lekin o'zlaringizga xohlaganday nom qo'yib olsalaringiz bo'ladi. Xo'sh, faylning nomimiz mana shu, ya'ni faylning nomini berdik. Undan keyin esa xo'sh, endi o'qitib olamiz. Faylni Pandas yordamida o'qita olamiz. Unda CSV faylni o'qish anasi bor, funksiyasi bor. Xo'sh, file name bo'ladi. Xo'sh, o'qitdik. Endi esa chiqarib ko'ramiz nimalar bor ekan. Panda df head bu birinchi 5 ta qatorni chiqarib beradi bizda o'sha faylimiz ichidagini. Shuni tekshirib ko'ramiz hozir. Xo'sh, mana qarasak, mana birinchi qatorni ko'rib turibsiz, narx degan. Narx ya'ni uyni narxi. Bu esa uyni maydoni, ya'ni yotoqxonalar soni, bunisi hammomlar soni, necha qavatligi, uy necha qavatligi berilgan. Linear regressiyada bizda x qiymatimiz faqat bitta qatorni qabul qiladi, y esa shu y qiymatimiz esa bitta qator, ya'ni narxni qabul qiladi. Avtomatik narxni biz y qiymatga qilamiz, chunki uyni narxini biz hisoblashimiz kerak birinchi o'rinda. O'shani biz yerni maydoniga qarab qilamiz. Xohlasangiz yotoqxonaga yoki hammomlar qavatlarga qarab qilsangiz ham bo'ladi. Linear regressiyada agar masalan hammasiga qarab turib narxni belgilayman desangiz, unda oxirgi postlarni o'qigan bo'lsangiz, u multiple linear regression degan tushuncha haqida gap ketgan, ya'ni u mustaqil o'zgaruvchilar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa degan. Lekin bu videoda multiple linear regression haqida hech qanday tushuntirish yoki to'xtalishlar qilmaymiz. Asosan bu yerda linear regressionni o'zini implementatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana shu yerda mana bu play, ya'ni run yurgizish, ya'ni shu kodni ishlatish tugmasi bor. O'shani bosamiz. Shunda bizga shu kelib chiqadi. Yoki shift enter tugmasini birgalikda bosish orqali ham avtomatik shu kodni yurgizsangiz bo'ladi. Ishga tushirsangiz bo'ladi. Xo'sh, ko'rib chiqdik. Demak, biz narx bilan maydon qismini tanlaymiz hozircha modelimiz uchun. Xo'sh, endi esa keyingi qiladigan ishimiz ma'lumotlarni tozalash bo'ladi. Ya'ni biz keraksiz, ya'ni qolgan mana shu ustunlarni olib tashlaymizda faqat narx bilan maydonni olamiz. Uning uchun esa biz xo'sh, masalan df simpler yoki df final deylik. Bu df degan data frame degan, chunki bu data frame deb nomlanadi mana shu ko'rinishi. Data frame deb olamiz. df deb o'qitib olganmiz. Mana ko'rgan bo'lsalaringiz bu yerda mana df o'qitilgan. Shu df dan hozir biz ikkita ustunni tanlab olishimiz kerak. Ikkita ustunni tanlaymiz, ya'ni maydon bilan narx degan ustunlarni tanlab olamiz va ularni olganimizdan keyin kopировать qilamiz. Ya'ni endi o'sha ikkita ustunni oladidagi bu data frame'imizga joylab qo'yadi. Xo'sh, endi esa buni kopировка qilsak, endi esa tekshirib ko'ramiz. Ya'ni agar qaysidir qatorda mabodo bo'mbo'sh qismcha bo'lsa, ya'ni bo'mbo'sh ma'lumot bo'lsa, hech qanday ma'lumot berilmagan qismlar bo'lsa, bizga kerak emas, chunki modelimizda u o'rganishi uchun katta to'siq bo'ladi. O'shaning uchun ularni o'sha qatorlarni tashib yuboramiz. Agar bironta qator bo'mbo'sh bo'ladigan bo'lsa, uning uchun esa bizda drop
na, ya'ni drop null degani, ya'ni bo'm-bo'sh qatorlarni tashla degani. In place true qilsak, shu frame'ni o'zida avtomatik tashlaydidagi qolgan to'liq ma'lumotlarni olib qoladi. Xo'sh, endi x qiymatimizni olsak bo'ladi bemalol. X qiymatni olamizda. Xo'sh, x qiymatimizni nomi maydon edi. To'g'rimi? Endi uni qiymatlarini olamiz. Shunda qiymatlar o'zini qaytaradi. Bunaqa data frame ko'rinishda qaytarmaydi. Keyin y qiymatni olamizda. Xo'sh, bunga esa narxni qo'yamiz va buni ham qiymatlarini olamiz. Endi esa yurgizamiz. Aka, yurdi. Birinchi bir narsani tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar qanday qilib taqsimlangan. Ya'ni shu masalan x bilan y o'qini belgilab oldik. X bilan y o'qida, ya'ni koordinata sistemasida bu ma'lumotlar qanday taqsimlanganini bir vizualizatsiya, ya'ni chizib ko'ramiz. Uning uchun esa bizga matplotlib degan bu mashhur kutubxona bor. Ya'ni kelinglar shuni library deylik. Mashhur library bor. Mana o'zi avtomatik beradi. Mana shunday qilib yuklab olasizlar. Bu bizga ma'lumotlarni shu tasvirlash uchun juda kerak bo'ladi. Xo'sh, birinchi boshlaydiganimiz uni o'sha rasmimizda ya'ni o'lchamini qilamiz. Ya'ni 6 ga demak 5 qilamiz. Xohlasalaringiz agar kattaroq qilmoqchisangiz, kattaroq razmer bilan qilsalaringiz bo'ladi. Bu kichikroqini chiqaradi. Xo'sh, endi ma'lumotlarimiz x bilan y kesishmalaridagi nuqtalar belgilayapmiz. Shuning uchun bizga eng kerak bo'ladigani scatter plot degan narsa bor. Ya'ni scatter. Ya'ni o'sha data pointlar deydi. Ya'ni ma'lumotlar qayerda joylashganini shu nuqtalar orqali chiqaramiz. Ya'ni birinchi mustaqil o'zgaruvchi, ya'ni x o'qinikini beramiz. Keyin esa mustaqil bo'lmagan o'zgaruvchi, ya'ni y o'qinikini beramiz. Masalan, qo'shimcha narsalar bor. Masalan, ranglarni belgilasalaringizdan bo'ladi. Ranglari bor. Agar bir ikkita nuqtalar ustma ust tushib qoladigan bo'lsa, o'sha nuqtalar o'sha joyda bir nechta ma'lumotlar borligini ko'rish uchun alfa, ya'ni rangni alfasi, ya'ni ko'rinish, ya'ni transparency deydi. Ya'ni rangni orqasidagi narsa ko'rinishi kerak emas, o'sha narsasini ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Masalan, alfa 0.5 qilsak, shunda ko'k rangni 50%, ya'ni 50% miqdorda orqa tarafi ko'rinib turadi. Shunda agar orqasida bironta ma'lumot joylashgan bo'lsa, o'sha joyda bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana boshqa narsa, masalan, title, ya'ni rasmga nom bersak bo'ladi. Rasmga nom beramiz. Masalan, ma'lumotlar tasviri deb qo'yaylik. Xo'sh, endi esa x label. Ya'ni x label deganimiz x o'qiga qanaqa nom beramiz? Bu bizda maydon edi, to'g'rimi? Endi PLTda y label qilamiz. Xo'sh, y label. Mana y label. Bu yerda esa narx. Bu yerda narx bo'ladi. Narxlar bo'ldi. Hamma narsa qildik. Endi esa buni ko'rsatishimiz uchun, ya'ni tasvirlashimiz uchun PLT show degan, ya'ni ko'rsat degan funksiyamiz bor. Qani chizib ko'ramiz endi. Mana ma'lumotlar chiqdi. Mana yaxshilab yuborib bersangiz, mana orqa taraflari ko'rinyapti. Ya'ni bu alfa tufayli bo'ladi. Agar alfani olib tashlaydigan bo'lsak, xo'sh, mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni bitta joyda nechta nuqta borligini uncha ko'rish qiyin bo'lib qoladi. Shunga alfani qo'yganimiz ancha bizga tasvirda ancha chiroyliroq chiqarib beradi. Mana ma'lumotlar tasvirida turibdi. Bu yerda maydonimiz bor. Y o'qimizda esa shu narx yozilgan. Qiymatlarga qarasangiz, mana juda y qiymati ham juda katta qiymatda turibdi. Mana adashmasam millionlarda bo'lishi kerak. Bunisi esa mana maydonda ko'rib turibsiz. Bular ham nechidir minglar chiqyapti. Xo'sh, machine learningda bunday katta sonlar bilan ishlash juda qiyin, chunki machine learningda ko'proq turli xil matematik funksiya amallar bajariladi. Agar matematik amallarda
masalan, ko'paytirishni hisoblasak, juda katta sonlarni bir-biriga ko'paytirish, undan ham kattaroq sonlar chiqaveradi, to'g'rimi? Bu narsani endi doimiy takrorlayversangiz, takroriy iterativ deydi, iterativ takrorlayversangiz, u juda katta son bo'lib ketib, xotira to'lib qolishiga olib keladida, juda anaqa model yaxshi o'rganolmaydi va modelda juda ko'p xatoliklar yuz beradi. Xotiraga ham anchagina sig'maydida, juda ko'p hisoblash energiyasi, ya'ni ancha qimmatga tushadi. Modelda mana shu sonlar, nima deydi, qiymatlar bilan agar anaqa qiladigan bo'lsak, yurgizadigan bo'lsak. Shuning uchun biz endi bularni kerakli formatga o'zgartirib olishimiz kerak. Ya'ni sonlarni kichraytirilgan formatga o'zgartirib olishimiz kerak. Ya'ni ma'lumotlar mana shu tarqalgan. Mana shu tarqalgan ma'lumotlarni tarqalish usuliga ta'sir qilmagan holatda shunchaki qiymatlarni kichraytirilgan, ya'ni ma'lum bir oraliqqa, masalan, keling 0,1 oraliq deylik, 0,1 oralig'iga tushirib olishimiz kerak. Shunda 0,1 oralig'ida juda kichkina sonlar. Shunda masalan million marta aylantirsangiz ham sonlar unchalik katta bo'lmaydi. Sonlar deyarli nima deydi, bir xil ozroq farq qilmasa kichikroq sonlarga ega bo'lamiz. Bu orqali esa hisoblash jihatdan ancha samaraliroq bo'ladi. Buning uchun esa bizda min-max normalization degan narsa bor, ya'ni standartlashtirish etapiga keldik. Bu yerda endi biz min-max normalization, ya'ni istalgan qiymatlar to'plami, masalan, maydonda qiymatlar to'plami, nechtadir, masalan, nechtadir sonlar bor. O'sha sonlarni qiymatlarni, ya'ni 0,1 oralig'iga joylab olishimiz kerak. Y o'qini ham xuddi shunday, ya'ni 0,1 oralig'iga joylashimiz kerak. Uning uchun nima qilinadi? Masalan, x o'qini olsak, x dagi mana maksimum sonni olinadi, pastki taraf, tepasidan boshlab. X'imiz bu o'sha bironta bitta tanlangan son, qiymat. X minimum esa o'sha to'plamdagi eng kichik qiymat, x max esa o'sha eng katta qiymat. Eng katta qiymatdan eng kichik qiymatini ayirib, tepada esa tepa qismda o'sha qiymatdan kichigini ayirib, farqlari bir-biriga bo'linganda bizda 0,1 oraliqdagi yangi qiymatimiz paydo bo'ladi. Bu orqali, bu formula orqali biz shu to'plamni hammasini 0,1 oralig'iga, formatga tushirib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuni aytish kerak, bu yagona yechim emas. Ya'ni buni bunaqa bu preprocessing texnik deyiladi. Ya'ni preprocess, ya'ni prosesdan oldingi, jarayondan oldingi usullar, metodlar. Bunaqa turlar ko'p bo'ladi. Shunchaki bu hech qanday sababsiz, ya'ni taxminan tanlangan usul. Keyinchalik Telegram postimda, keyingi darslarda xudo xohlasa ko'proq hamma turlari emas, endi juda ko'pchilik turlarini haqida ma'lumot beraman va ularni qachon va qay holatda ishlatish kerak, nima uchun ishlatish kerakligi to'g'risida batafsil ma'lumot beraman. Shunda sizlarda shu, masalan, preprocessing etapda nimani ma'lumotlarga qarab qanday, qaysi usulni tanlash kerakligi to'g'risida umumiy tushunchalaringiz, ko'nikmalaringiz bo'ladi. Demak, endi standartlashtirish usuliga keldik. Bunda endi formulani aniq qilib olamiz. X minimum bilan X maksimum qiymatlarni olib olamiz birinchi. Ya'ni NumPy'da bizda minimum degan o'zi avtomatik funksiyalarimiz bor. O'shalardan olib olamiz. Maksimumni oldik. Mana minimum bilan maksimum qiymatlarni olib oldik. Endi esa o'sha X, ya'ni X bu ma'lumotlar to'plami. NumPy, ya'ni NumPy kutubxonasini, library'sini afzalligi tomonda shundaki, biz har bir qiymatni bittalab o'sha oraliqqa tushirib o'tirishimiz shart emas. Masalan, mana bu X ni agar hozir masalan komment qilib turamizda, mana X ni o'zini agar chiqaradigan bo'lsak, qarasangiz mana list ko'rinishda, ya'ni array ko'rinishda hamma qiymatlar bor. Agar shuni bitta formula qilib yozsak, NumPy o'zi hamma qiymatlari uchun o'zi mana shu formulani ishlatadi, degan hamma qiymatlarga birdaniga bitta o'zida bizga oraliqqa tushirib beradi. Buning uchun esa boyagi formulada yana x shu o'sha qiymatlar, o'shandan endi minimumni ayiramiz. Minimumni ayiramiz va bo'lishimiz kerak x maksimumdan x minimumni ayiramiz. Okey, bu bo'ldi. Endi xuddi shu narsani y o'quvchini ham takrorlaymiz. Y qiymatlari olinadi. Xo'sh, y qiymatlari bo'ldi.
Duduqlanayotganim uchun uzr. Uncha o'zbekchada anchadan beri gaplashmaganman. Shunga biroz qiyin bo'lyapti so'zlar topish. Xo'sh, endi esa modelimizga kerak bo'ladigan formatga qaytarib olamiz. Ya'ni x.reshape degan narsa bor, ya'ni shaklini o'zgartiradi. Uni endi hozir bu faqat array list bo'lsa, endi biz data frame ko'rinishga keltira olamiz. Ya'ni bitta ustun va qatorlar ro'yxat qilishimiz kerak. Hozir bu shunchaki bu one dedik, ya'ni bir o'lchamli desak bo'ladimi, qanday desak bo'ladi? Shunaqa formatda turibdi hozir. Xo'sh, demak, общий birinchi qator o'zi turadi va bitta dimension ko'paytiramiz. Ya'ni 2D formatga o'tkazyapmiz hozir. Xuddi shunday qilib y o'qimizni ham, qiymatlarimizni ham o'tkazib olamiz. Masalan, shaklini, ya'ni o'lchami qanaqa bo'lganini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, menimcha bo'ldi. Shaklini ko'ramiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, birinchisi 1000 ta qator va bitta ustun degani. Y, ya'ni narxlarimiz ham 1000 ta qator, bitta ustun. Ya'ni bizda hozir 1000 ta uy haqida ma'lumotimiz bor. Bu yerga masalan nima qilsam bo'ladi? 2D formatga o'tkazish deb qo'ysam, ancha osonroq bo'lsa kerak. Xo'sh, yana buni yurgizib o'ramiz. Aha, bo'ldi. Endi agar ma'lumotlarni shunchaki chiqarib ko'ramiz. Masalan, x ni endi chiqarib ko'rsak qanaqa bo'ladi? Mana ko'rsalaringiz, birinchi boshida 5000 minglar edi. Mana hammasi 0 butundan boshlangan. Agar maksimumni ko'rsak, 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana maksimum 1 ga teng. Minimum esa 0 ga teng. 0 ga teng bo'ldi. Ya'ni 0 bir oraliqqa tushdi. Egalik y o'qimiz mana y o'qimiz xuddi shunday shu holatga tushgan. Ya'ni narxlar 0 bir oraliqga tushirdik. Endi esa tushgan shu formatlangan ma'lumotlarni yana bir marta tasvirlab ko'ramiz. Unga yangi kod yozib o'tirishimiz shart emas, chunki baribir mana y o'q bilan mana y variable'ga mana o'zgaruvchi bilan x o'zgaruvchi bilan mana y o'zgaruvchiga yana qaytadan yangi formatlanganini berganmiz. Shuning uchun endi x bilan y qiymatlari endi formatlangan holatda bo'ladi. Xo'sh, bunga masalan endi buni boshqacha qilib qo'yib, shunda osonroq bo'ladi. Xo'sh, ko'raylik mana. Qarang, bu birinchisi, bu esa ikkinchisi. Yaxshilab qarasangiz, o'zgarish yo'q. Shunchaki mana x o'qida mana 0 bir oraliq, y o'qi ham mana shu y o'qi ham mana shu 0 bir oraliqda. Bu yer ham xuddi shunaqa. Qarasangiz mana x o'qida katta qiymatlar berilgan. Endi y o'qida ham qiymatlar katta. Lekin qarasangiz, ma'lumotlar taqsimlanishi bir xil o'zgarmagan. Shunchaki ma'lumotlarni formati, ya'ni qiymati kichikroq formatga o'tkaziladi xolos. Xo'sh, endi keyingisi esa gradient descent orqali biz endi b bilan m qiymatlarini hisoblab olishimiz kerak. Chunki linear regressiyada b, m qiymatlari bizda aniq bir qiymatlar bo'ladi. X o'zgaruvchi, ya'ni x qiymatni berganda y o'zgaruvchimiz nima bo'lishini aniqlashimiz kerak. Buning uchun esa bizga b bilan m ni qiymatlari biz uchun aniq bo'lishi kerak. Shunga gradient descent algoritmi orqali biz b bilan m ni hisoblab olamiz. Buning uchun esa bizda qarang, jarima funksiyasi bor. Jarima funksiyasi bu qanchalik katta xatolikka yo'l qo'yapti algoritm, o'shani hisoblab beradi. Buning uchun esa mana juda oson bu. Ko'rinishdan sal murakkabdek ko'rinadi, lekin tushunsa juda oson formula. Birinchisi, mana bunisi bu bashorat qilingan, ya'ni model tomonidan bashorat qilingan qiymat bo'lsa, bunisi esa o'sha x, ya'ni o'sha x o'zgaruvchini original y qiymati. Ya'ni modelga x qiymatni beramiz va u qandaydir sonni bashorat qiladi. Lekin bizda o'sha x qiymati uchun y qiymati o'zi ma'lumotlarimizda bor, faylimizda bor. O'sha bilan orasida farqini topamiz, ya'ni ayirish orqali farqi topiladi. Shunda biz xato qanchaligi bilinadi. Shuni kvadrat olinadi. Endi qarang, 1000 ta bizda 1000 ta qator bor. Bu degani bu 1000 ta
mingta farq topadi. Chunki mingta bashorat qiladi va mingta original qiymatlar bor. O'shalarni farqini topib, uni kvadratlarini oladi va kvadratlarini mana bu summa belgisi, ya'ni hammasini birga qo'shadi. Endi bu yerda nechta qatorlar borligi. Bizda mingta bo'yicha minggacha boradi va mingta sonlar bir-biriga qo'shadi. Qo'shgandan keyin esa o'rtachasi olamiz. Ya'ni 1/2n, ya'ni n'imiz, ya'ni qatorlar soni edi. O'shani o'rtachasi olinadi. Shu orqali biz jarima qanchalik anaqa xatolikka yo'l qo'yyapti, o'sha narsa hisoblanadi. Bu yerda 2 ga qarasangiz, 1/n, ya'ni o'rtachani olishimiz mumkin 1/n deb, lekin bu yerda 1/2n berilgan. Bu haqida sal keyinroq tushuntirib beraman nima uchun qilinganini. Hozircha endi asosan gradient descentga qaraylik. Chunki keyingi bosqichlarda o'zi tushuntirib o'tganman nima uchun 2n qilinganini. Xo'sh, mana bunday bo'ladi. Ya'ni x ga qiymat bilan xi degan qandaydir qiymat, qaysidir qator. B bilan m'imiz birinchi boshida B bilan m'imiz taxminiy sonlar bo'ladi. Chunki biz bilmaymiz aniq qiymat qanaqa, taxminiy sonda. Shunda x bo'lsa, o'sha taxminiy sonlar bilan mana shu amal bajariladi. Ya'ni m ga ko'paytirilib, b ni qo'shganimizda qandaydir y qiymat paydo bo'ladi. Lekin u original qiymat bilan bir xil emas. Sababi b bilan m hali optimal sonlar topilmagan ularga. Biz taxminiy tanlaganmiz. O'shaning uchun bir qandaydir son chiqadi. Endi originaldan ayirganimizda endi anaqa qanchalik raznica, qanchalik farq qilayotganini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, b bilan m ni hisoblashimiz uchun mana shu formuladan foydalanamiz. Ya'ni b dan topishimiz uchun b ni oldingi qiymatidan mana bu qism, ya'ni alfa 1/n da shu raznisalarning summasi, ya'ni farqlarning summasini hisoblashimiz kerak. Yaxshilab e'tibor bersangiz, jarimaga o'xshab ketadi. Jarimani asosiy farqi shu jarima funksiyasini hosilasi bu. Ya'ni hosil olganimizda shu kvadrat oldinga tushgandan keyin 2 bilan 2 qisqarib ketib, avtomatik mana shunday holatga keladi. Asosiy maqsadim u shuning uchun qilingan. Uni keyinroq yana aytganda tushuntirib beraman. Alfa bu yerda bu o'rganish tezligi. Ya'ni bu jarima, hozir bu jarimani beradi. O'sha jarimani bergandan keyin o'sha alfa, ya'ni o'rganish tezligiga ko'paytirganda, ya'ni o'rganish tezligi kamroq bo'lsa, shunda jarimaning kamroq qismini oladida, o'sha b ni oldingi qiymatidan ayirib tashlaydi va yangi qiymat, b ni yangi qiymat paydo bo'ladi. Xuddi shunday, masalan, necha marta takrorlasak, shuncha marta takrorlanadi. Agar alfa qiymat kattaroq bo'lsa, unda jarimamizning katta qismini b ni qiymatidan ayiradi. O'shanda b ni qiymati juda ham sezilarli darajada o'zgarib ketadi. Shuning uchun o'rganish tezligini tanlash ham juda muhim bosqichlardan hisoblanadi. M ni ham, ya'ni m o'zgarish darajasi, ya'ni slope ni qiymati ham deyarli shu bilan o'xshash hisoblanadi. Bitta farqi esa, ya'ni x o'zgaruvchini ko'paytiriladi. Ya'ni mana shu farqqa ko'paytirilgan holatda, ya'ni xuddi shu narsa bo'ladi, lekin x o'zgaruvchini ham ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Asosiy farq shunda. Xo'sh, unda gradient descent algoritmini qo'llashni boshlaymiz. Masalan, keling 0 oldi bo'lgani uchun b bilan m ni qiymatini, birinchi boshlang'ich qiymati taxminiy deb, ya'ni 0,5 bilan 0,5 ni o'rtasini tanlaymiz. Keyin esa alfa, ya'ni boyagi mana formuladagi alfa ni qiymati. Masalan, keling 0,001 qilamiz. Juda kichikroq son olamiz, chunki qancha kichkina bo'lsa, shuncha o'rganishi yaxshi bo'ladi, lekin bitta kamchiligi juda sekin o'rganadi. Shuning uchun masalan b bilan m ni qiymati ni aniq bir emas, eng optimal yechimlarni topish shu o'rganish tezligiga bog'liq bo'ladi. Buni hozir bu kod qismini yurgizganimizda bilish mumkin bo'ladi. Endi esa necha marta shu narsani takrorlash kerak. Number of iterations. Number of iterations degani bu mana shu mingta qator borki, mingta qator shu modelga necha marta berishimiz kerak. Shunda umumiy b bilan m ni optimal yechimini topa oladi. O'shanga biz masalan keling 1000 marta aylansin deylik, 1000 marta ko'p chiqsin deymiz. N'imiz esa uzunligi, ya'ni 1000 ta qator. Shunda n'imiz 1000 ta bo'ladi, ya'ni x qiymatimizni nechtaligini length, ya'ni uzunlik degan, mana bu uzunlik funksiyasi orqali topamiz. Pythonda biladiganlar buni ko'p ishlatadi, shunga bemalol tushunishadi. Xo'sh, undan keyin for loop yozamiz, ya'ni iteration deymiz-ku, iterationimiz mana shu. Postlarimni iterationlar deganda mana shuni nazarda tutganman, ya'ni necha marta aylanishi. Hozir mana shu for loop ichidagi kod qismimiz shu iteration 1000 marta bo'lsa, o'sha kod qism hammasi 1000 marta qayta ishga tushiriladi. Xo'sh, y hatimiz mana y hat deb, mana bu boshdagi mana shapkachasini aytyapman. Shuning uchun y hat deb hisoblayapman.
Xo'sh, Whiteheadni hisoblaymiz. Birinchi aytganimdek taxminiy mana taxmin bu yerda yozilgan mana taxminini qilamiz. Modelimiz bashoratini olib olamiz. Xo'sh, m ni x ga ko'paytiramiz. Ya'ni shunda taxminiy sonlar bilan ko'paytirib bizga e, ma'lum bir qiymat chiqarib beradi, bashorat chiqarib beradi. Endi esa xatoni hisoblaymiz, ya'ni raznisasini hisoblaymiz. Uning uchun esa y headdan ayiramiz, original ylarning qiymatini ayiramiz. Xo'sh, shunda boyagi mana qavs ichidagi mana y headdan y ayirayapmiz-ku, mana shu narsa bu. Xo'sh, endi esa mana buni hisoblaymiz. B bilan m ni qiymatini hisoblaymiz. Shuning uchun endi qarang. Birinchi B bilan m ni qiymati emas, mana bu qismni hisoblaylik. Ya'ni alfa tomon qism bor-ku, o'sha qismni hisoblaymiz. Uning uchun esa db deymiz. Turli xil xo'sh, qarasangiz 1 taqsim n yozilsa alfani ko'paytirilgan, to'g'rimi? Shunga 1 taqsim n ni shu yerga yozib qo'yamiz. Ko'paygan alfa. Ya, alfani to'xtab turing, hozir alfani qo'ymay turaylik. Birinchi alfadan keyingi qismni o'zini hisoblaylik, shunda oson bo'ladi. Sum. Ya'ni summasi dedim-ku, summa belgisi shunga sum hisoblaymiz. Ya'ni numpyda sum bo'l hisobidan. Bu errorimiz bitta son emas, chunki y'imiz aytgandek mingta qator, y head ham mingta qator qandaydir taxminiy sonlar. O'sha errorimiz endi hamma shu mingta qator bir-biridan mingta qator ayirganiga teng. Shunda mingta error, ya'ni ошибкалар, xatolar qiymati bo'ladi. Endi dm ni ham hisoblaymiz. Ya'ni o'rganish darajasini bunday ham qarang. Sum hisoblaymiz, lekin bu yerda x qiymatimiz ham bor. Shuning uchun errorni shunchaki x ga ko'paytirib qo'yamiz. Shunda bizda dm qismi, ya'ni mana shu alfadan keyingi qismlar tayyor bo'ladi. Hisob kitobimiz. Endi esa anaqa hisoblasak bo'ladi bemalol. Nima derdi? B ni o'zini hisoblaymiz. Ya'ni B mana xuddi shunday bo'ladi. B dan ayiramiz endi, mana B dan ayiramiz o'zini. Bu oldingi qiymat mana bu. Ayiramiz, ya'ni alfa o'rganish tezligi ko'paytirilgan. Endi db bo'ldi. Mana shu narsa. M'imiz ham xuddi shunday. M alfa dm. Xo'sh. Endi qarang, bu narsa 1000 marta takrorlanadi. Faqat hozir okey. 1000 marta takrorlanib, mana shu formula bilan biz optimal m bilan b ni qiymatlarini olib olamiz. Xo'sh, keling anaqa qilamiz. Har 100 marta yurgan paytda, ya'ni masalan birinchi 100, keyin 200 bo'ladi-ku. O'sha, ya'ni i'imiz qiymatimiz, ya'ni sonlar, ya'ni 1000 gacha 1, 2, 3, 4 deb sanaladi. Shunda 100 ga bo'linadigan son desak, ya'ni birinchi 100, 200, 300 to'g'ri. Har 100 ta aylanishdan keyin biz rezultatlarni chiqarib ko'ramiz. Ya'ni cost, ya'ni jarimada. Jarimani ingliz cost deymiz. Xo'sh, endi cost funksiyani qarayman. Xuddi mana shu, mana bu aytganim 1/2n shu farqlari. O'shani hozir yozamiz. Endi 1/2n. Xo'sh, 1/2n ni to'xtab turing, mana qolib ketdi. 1/2n qilamizda. Endi esa xo'sh, summa farqlarini kvadrati ekan. Unday holatda esa biz bu narsani qilamiz. np summation bo'ladi. Error ошибкаларni kvadrati. Xo'sh, endi natijani chiqarib ko'ramiz. Masalan, nima deyishimiz mumkin? Iteration deylik. Inglizcha yozib ketsak, sizlarga ancha qulay bo'ladi. Tushunish f formatli chiqaramiz. Endi esa iterationimiz i'imiz nechinchi iterationligi. Keyingisi esa jarimamiz chiqaramiz. Jarimamiz cost. Jarima cost chiqadi va b va m larni ham narxini qiymatini ham chiqaramiz hozir. B va m. Keling, lekin b bilan m butun son emas. Shuning uchun juda uzun chiqishi mumkin. Uni formatlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh,
Masalan, nuqtadan keyin ikkita son chiqar deymiz bo'lmasa. Qiymatda ham, jarimada ham shunday qilamiz. Ikkita chiqarsak bo'ladi. Bunda ham ikkita chiqaramiz. Shunda natijalarimiz nima qilish kerak? Yaxshi bo'lishi kerak. Qani ko'ramiz. Mana, qiymatlarimiz chiqdi. Qiymatlarimizga qarasak, okey. Mana jarima qilsa 0,3 0,3 chiqyapti. Agar kamaytirsak-chi necha chiqar ekan? Xo'sh, nimadir xatoga o'xshayapti. Chunki B bilan M'imizni qiymatlari o'zgarmayapti. Nimadadir xato qildim, menimcha. Xo'sh, bu bo'ldi. dbni hisoblayapmiz, to'g'ri. Errorni ham x ga nisbatan hisoblayapmiz. Bu ham bo'ldi. Keyin bni bir alfa db qilyapmiz. M'ni ham m alfa qilyapmiz. Cos funksiyamiz esa keyin np sum error, okey, kvadratda. Menimcha hamma narsa to'g'ri. Unda nima xato bo'lishi mumkin? Ko'raylikchi. Xo'sh, alfani to'g'rilab ko'ramiz. Alfada ekan qiymatlar. Alfada muammo bo'layotganga o'xshaydi. Unday bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, qarang. Agar nollar sonini oshirsam, jarimaga qarab turing qiymatlariga. Jarima 0,3. Agar bittaga kamaytirsam qanchaga o'zgaradi? 0,3 turibdi. Yana kamaytirsam qanchaga o'zgaradi? 0,1 ga tushdi. Qarang, ko'rsalaringiz. Demak, qancha kichkina tanlaganimiz sayin shu B bilan M qiymatiga yetib kelolmayapti. Chunki kichkina qiymat-ku. Shunga B bilan M ni ayirganimizda alfa ko'paytiriladi-ku jarimamizga. O'shanda B bilan M juda ham kichkina qiymat ayriladi. Shuning uchun optimal yechimga yetib borish juda qiyin bo'lyapti. Lekin bu degani sonni kattalashtirish mumkin emas. Chunki agar sonni kattalashtirsa, o'sha optimal qiymati ustidan o'tib ketadi. Ya'ni katta son ayrilgandan keyin o'sha qismdan bu yoqqa o'tib ketish qolishi mumkin. Shunga masalan 0,01lar tekshirib ko'raylikchi. Mana qarang, 0,0 optimal yechimga ega bo'lyapmiz. Mana 26, mana 50. Optimal yechimga ega bo'lyapmiz. Qani 0,1 ham qo'llab ko'ramiz. Lekin odatda berilmaydi. 0,1imiz ham ishlayapti. Bunday olib qarasak. Okey. Shu 0,1da qoldirib turamiz. Lekin buni alfani tanlash juda ham muhim. Hozircha biz anaqa ma'lumotlarimiz juda kam bo'lgani uchun shunchaki turli xil qiymatlar berib turib nima qilyapmiz? Test qilib ko'ryapmiz. Lekin haqiqiy hayotda, haqiqiy masalan ma'lumotlar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, unda millionlab ustunlar bo'ladi. Uni bitta qiymatni o'zgartirib yurgizsangiz, unga juda ko'p soatlar vaqtingiz, kunlar vaqtingiz ketishi mumkin. Shuning uchun bunaqa yechim qo'llanilmaydi. Uning uchun endi hozircha sizlarga asosan linear regressionni qanday qurish haqida mavzu bo'lgani uchun buni qisqartirib o'tib ketyapman. Lekin keyinchalik keyingi darslarimizda, postlarimizda har biriga asta-asta to'xtalib o'tamiz. Bularni qanday tanlash mumkin, optimal yechimga qanday kelish mumkinligi to'g'risida. Xo'sh, okey. Hozircha yechimlar mana jarimamiz 0 bo'lib qoldi. Mana 9-iterationda. Hozircha shu qiymatlarni olib turamiz. Endi mana shu yerda nima uchun mana 1/2 boyagi formula jarimamiz nima uchun 1/2 ga qo'yilgan? Bu o'zi mean squared error deb nomlanadi. Ya'ni o'rtacha xatolar kvadratimi shunaqaroqda. Xatolar kvadratining o'rtacha qiymatimi shunday deyiladi. Buni asosiy sababi, ya'ni anaqa gradientni hisoblaganimizda bu jarimani biz hosilasini olamiz. Hosilasini olamizda. Shunda aytganda boyagi kvadratda 2 oldinga tushgandan keyin 2 bilan 2 o'zi bo'linib qisqarib ketadi-da, 1/n qoladi, bu yoqdagi summa qoladi. Yig'indilar qoladi. Shuning uchun boya ko'rgan narsalaringiz, ya'ni B bilan M nima deydi, hisob-kitob qilayotganimizda qiymatni ko'rdingiz. 1/ndan boshlagan, 1/2 emas. Xo'sh, nima uchun ishlatiladi? Asosiy sabablaridan biri, agar shu n'imiz juda kattalashib ketadigan bo'lsa, o'sha qiymat ham juda kattalashib oshib ketadi. 1/n ni o'zini ishlatadigan bo'lsangiz, unda jarima juda kattalashib ketadi. Bu esa o'sha gradientlarni hisob-kitob qilishimizga juda katta to'sqinlik qiladi. Shu 1/n ni ishlatmasligimizni sababi. Lekin 1/n ko'p holatlarda ham 1/n ham ishlatilgan holatlar bor.
lekin unga keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Hozirgi holatda esa nima uchun biz 1/2 qilganimizni aytyapmiz. Endi qarang, nima uchun mana shu 1/2 ga bo'linishini mana shu yerda ko'rsatib berganman. Ana, agar shu 1/n ishlatilsa, mana hosil olinganda mana 2 oldinga chiqqan, ko'rdingiz? Shunda mana pastda 2n yo'q edi, 1/n bo'lgani uchun shu 2 barobarga oshadi. Mana qiymat endi 2 barobarga oshib ketadi. Shu jarima. 2 barobarga oshgani uchun matematik jihatdan juda ko'p resurslar sarf bo'ladi, ko'p amallar bajarishga to'g'ri keladi. Bu esa am, agar millionlab datalar, ma'lumotlar ustida o'ylaydigan bo'lsak, juda katta zararga tushib ketadi. Agar endi qarang, 1/2 ni ishlatadigan bo'lsak, unda boyagi mana shu 2 chiqadi-ku, 1/2 yanada 2 bilan 2 qisqarib ketdi, bo'linib ketdi-dagi. Mana shu holatga keldik. Shunda bizda hisob-kitobimiz ham juda oson bo'ladi. Shu gradient shu formulasidagi shu 2 qismi yo'qolib ketadi-da. Hisoblashimizda nima deydi, 2 barobar son bilan emas, o'sha jarima qiymatini o'zi bilan hisob-kitob qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qarang, 1/2 ni bu matematik qulaylik uchun ishlatilgan deb hisoblasak bo'ladi. Gradient descent uchun esa bu ishlashiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Ya'ni lekin hisoblashni juda ham osonlashtiradi. Boya aytganimdek, millionlab ma'lumotlar bilan ishlasak, unda nima desa bo'ladi? Millionlab ma'lumotlar bilan ishlaganda bu 2 juda katta ta'siri bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatda ancha qulayliklarga ega bo'lamiz. Shuning uchun ham biz chiziqli regressiyada shu 1/2 ni ishlatamiz, hisob-kitoblar osonroq bo'lishi uchun. Endi modelda m bilan b qiymatlarini oldik, to'g'rimi? Mana bu yerda mana 0.20, 0.63. Aslida bu kattaroq sonlar. Biz shunchaki nuqtadan keyin mana ikkita raqamni chiqar deb belgilaymiz. Shu ikkita raqam chiqaryapti. Xo'sh, endi tayyor bo'ldi. Endi modelni nima qilsak bo'ladi? Implement qilsak bo'ladi bemalol. Xo'sh, buning uchun endi boyagi formulani o'zini qo'llasak bo'ladi bemalol. Qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Chunki asosiy qism tugab bo'ldi. Nima desak ekan? Modelda hozir birinchi endi prosta aniq ko'ramiz. Y-hat demaymiz endi, y prediction deymiz. Ya'ni ya'ni mustaqil bo'lmagan o'zgaruvchini bashorat qilib ko'ramiz. Ya'ni yaxshi o'rganildimikan, o'sha biz bergan ma'lumotlar yaxshi o'rganildimi, o'rganmadimi? Ya'ni o'sha optimal yechimimiz bor mana m plus to'xtang, b plus m endi x. To'g'rimi? Bizda b bilan m ni qiymatlari bor allaqachon. Masalan, b ni ko'ramiz. Mana b qiymati bor. M nikini ham ko'ramiz. Mana buniki ham qiymati bor. Tashlaymiz bu xatoni. Xo'sh. Endi esa hisobladik, to'g'rimi? Mana bizga bashoratlar, nima deydi, prediction deylik. Predictionlarni beradi. Prediction shu o'zbekcha bashorat. Shunga biroz chalkashmaslik kerak. Okay. Endi o'sha ma'lumotlarni yana vizualizatsiya qilamiz, tasvirlaymiz. X, y chizamiz. Labelsga label bo'ladi. Bunga haqiqiy ma'lumotlar deymiz. Haqiqiy, ya'ni original ma'lumotlar. O'zi buni grafikini chizib bo'lganmiz. Shunga o'sha grafik yana o'zi chiziladi. Okay. PLT scatter. Endi plot qismini olamiz. Ya'ni plot. Plot bu shu matplotlib library'sini yana bitta funksiyasi. Bunda ikkita nuqtani bir-biriga birlashtiradi chiziq orqali. Agar ko'p chiziqlar bo'lsa, hamma chiziqlarni birlashtirib boradi. Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni x da y predictionga bo'yicha chiziqlar belgilab chiqdik. Ya'ni x bilan nuqtalar qo'yib chiqadi. X bilan y o'qiga nisbatan. Ya'ni bunda hozir bizda qanday x o'qimiz original uyda maydoni bo'lsa, y o'qimiz esa mana y prediction deb, ya'ni bashoratlar bo'lsa, o'sha bashoratlar bo'yicha hamma nuqtalar birlashtirib chiziq chizib chiqadi. Keyin o'sha chiziq qanday o'sha mana tepada scatter qismimizda, ya'ni scatter o'sha original datalar chiqadi. O'sha datalar ustida qanday chiziqni model qanday o'rganganini tasvirlashimiz mumkin bo'ladi. Shu label qilamizda, bu yerda endi model nima desak bo'ladi? Model chizig'i deylik. Chizig'i. Modelda chizig'i desak bo'ladi. Rangini boshqa rangga o'zgartirib qo'yamiz.
Masalan, red qizil rang qilib qo'yaylikchi. Xo'sh, keyin boyagida yana X label maydon. Maydon bo'lsa PLT Y label. Xo'sh, label narx. Narx qildik. Endi PLT title deb yozib qo'yamiz. Ya'ni anasi nima desak bo'ladi? Chiziq linear regression deb qo'yaveramiz. Regression result deylik, natijasi. Linear regression natijasi. Mana o'zbekcha yozib qo'yamiz. Manimcha, keyin legend qo'yamiz. Legendni hozir tushuntiraman nimaligini. plt.show, ya'ni ko'rsatamiz. Xo'sh, endi yurgizib ko'raylikchi. Mana ma'lumotlarga qarasangiz, legend degani mana bu qism, mana bu berilgan ma'lumot. Agar legend qo'ymasak, mana bu nuqtalar nima yoki mana bu chiziq nima bilib bo'lmaydi. Masalan, qarang, mana komment qilib qo'yamizda, qo'ysak, mana legend yo'q. Hech qanday ma'lumot bilish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun legend qo'yish tavsiya qilinadi. Shunda grafik bo'ladi, ancha tushunarliroq bo'ladi. Bunday qarasangiz, mana ma'lumotlarga nisbatan chiziq to'g'ri tushgan. Bu degani modelimiz shu ma'lumotlarni yaxshi o'rganganidan dalolat beradi bu. Endi qarang, masalan, bironta qiymatni bir yangi ochamiz. Kod yozish uchun qism ochamiz, bo'lim. Masalan, bitta son olaylik. Modelimiz tayyor bo'ldi mana. Endi masalan, kelajakda boshqa bitta maydon qiymati kelyapti. O'sha maydon qiymatiga qarab, u narxi qancha bo'lishi mumkinligini endi sinab ko'ramiz. Bu modelimiz tayyor ekan. Mana shu modelimizni formulasi, ya'ni model tayyor bo'ldi. Ya'ni B bilan N qiymatimiz biz bor endi. Endi shu modelni kelajakdagi ma'lumotlarni bashorat qilish uchun bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bunga misol qilib nima qilamiz? Yangi X qilamiz. Masalan, np array. Hozircha masalan 6400 deylik. 6400 bo'lib tursin. Xo'sh, qarang, bizda ma'lumotlarimizni biz preprocessing yordamida 0-1 oraliqqa tushirib olganmiz. Endi esa bu katta qiymat. Buni to'g'ridan to'g'ri bera olmaymiz. Nimaga o'sha ma'lumotlar ustida qanaqa preprocessing amalga oshirgan bo'lsak, bashorat qilmoqchi bo'lgan qiymatlarimizga ham xuddi shu amalda bajarishimiz kerak. Ya'ni kerakli qismga o'tkazishimiz kerak. Aks holda natija umuman yaxshi noto'g'ri chiqadi. Shunga hozir endi yana o'zini qiymatini qo'yamiz. Yana min-max scaling borku, o'sha narsani qo'yamiz. Bunda new x dan ayiramiz x minimumni. To'g'rimi? Endi esa x max dan, ya'ni maksimum qiymatdan ayiramiz x minimum qiymatni. Xo'sh, bunda endi new x da yangi qiymati bo'ladi. Xo'sh, tekshirib ko'rishimiz mumkin. Qani? Mana. Yo'q, hozir menimcha nimadadir xatolik ketdi shekilli. X max, x minimumni hisobladik. Xo'sh, new x da 6400 xuddi shuni chiqaryapti. Hozir tekshirib ko'raylikchi, nimadadir noto'g'rilik ketdi, xatolik ketdimikan. Preprocessing qismiga kelamizda x minimumdan x maksimum. Chunki x minimum bilan x maksimumni o'zi hisoblab bo'lganmiz. Xo'sh. Uzr. Buni array array ko'rinishida beryapman. Bitta value qilib beribman. Buni aslida bitta xo'sh, 2D formatda berish kerak edi. Uzr. 2D formatda bermaganim uchun noto'g'ri chiqdi. Hozir rezultatini ko'raylikchi. Yo'q, bunda ham noto'g'ri bo'lyapti. Unda nima bo'lishi mumkin? Bu narsa bo'ldi. Bu narsa qildik. Xo'sh. Nimadir qiymatda xatolik ketdimikan?
X minimumni ayryapmiz. X maksimumdan X minimumni ayiramiz. Hammasi joyida bo'lishi kerak. Shunda yangi x'imiz qiymati bo'lishi kerak bo'lardi. Xo'sh. Hozir bo'lmasa buni tekshirib ko'raylik. X max qiymati bilan X minimum qiymatini tekshirib ko'raylikchi. Uzr. X maksimum bilan X minimum qiymatlari ham o'zgarib ketgan ekan. Shuning uchun rezultatimiz noto'g'ri chiqyapti. Buni to'g'rilashimiz uchun esa hozir o'sha joyga boramiz. Xo'sh, x'imiz o'zi qiymatlar bilan alohida o'zgarib ketgan. Shunga bu yoqqa boramizda. Ma'lumotlarni yana qaytadan yuklab olaylik. Endi esa bunisini yurgizdiramiz. Bo'ldi. Endi mana bu qiymatlarni bir tekshirib ko'ramiz yana. X X maksimum tekshiramiz. Bo'ldi ana. Endi to'g'ri ishlashi kerak. New X olamizda. Mana. Bu o'zi maksimum 5000 edi, ko'rgan bo'lsalaringiz. Bu yerda baqiy bo'lsa, men atgan 5000 dan yuqori natija ko'rsatdim. Sababi bu grafikdan tashqarida, ya'ni kattaroq qiymat bergandagisini narxni hisoblashni qilib ko'rmoqchi bo'lyapman. Endi qarang, yangi y qiymatimiz bo'ladi. Uning uchun esa bizda b plus m x'imiz esa new x bo'ladi. Mana bizda qiymati chiqdi. Endi esa buni qanday chizishimiz mumkin? Chizish uchun yana xuddi shu narsadan foydalanamiz. Ya'ni xuddi shu ma'lumotlarni chizamiz va endi bu safar x o'qiga nisbatan yangi y ni chizamiz. Endi qarang, yangi y ni chizolmaymiz. Yangi x bilan yangi y ni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, yangi ma'lumotlarni ham qo'shishimiz shart emas ekan. Unda bunday qilsak bo'ladi. Scatterda chizamiz. Ya'ni new x, new y, ya'ni nuqta kerak. Bizga nuqtani chizib olamiz birinchi. Endi esa shunchaki y predictionda plot chizib olamiz. Shunday holicha. Hamma narsa to'g'ri bo'ladi. Adashmasa, menimcha keyin rangini ham o'zgartiramiz. Bo'lmasa color green qilib qo'yamiz. Shunda yaxshi bo'lishi kerak. Xo'sh, qani bir grafikni chizib ko'raylik. Mana. Hozir yana bir marta original narxlarni ham qo'yib qo'yaylik. Bo'lmasa original ma'lumotlarni x bilan y qiymatlarini ham qo'yib qo'yamiz. Qani ko'raylikchi endi. Bunikini endi blue ko'rinishda, ya'ni ko'k rang qilamiz. Shunda mana ko'rgan bo'lsalaringiz. Endi qarang. Xuddi shunday, mana sababi mana shu yerda bashorat qilyapti. Demak, mana boyagidek bu qiymatimiz nechidir son chiqdi. O'sha sonda mana y qiymatimiz qanday o'zgarishi ko'rinyapti. Plotda ham, ya'ni yangi y ni bersak, qarang, y predictiondan y bo'ladi. Rangini nima qilsak bo'ladi? Yellow qo'yishchi, nima bo'lar ekan? Xatolik berdi. First dimension. Uzr. To'g'ri anaqa. Ana bo'lishi kerak edi bu. Bittasida x'imiz 1000 qator edi, y'imiz esa bir qatorlik bo'lgani uchun bizda shaklida bo'ldi. Formatida xatolik yo'q edi. Mayli, bo'lmasa hozircha mana shunday qoldiraveramiz. Mana ko'rganingizdek, o'zi grafikimiz xuddi shu holatga keldi. Ya'ni mana shu to'g'ri chiziq bo'ylab tushyapti. Mana yashil nuqtani ko'rgan bo'lsangiz, kelajakda bir anaqa qilish uchun modelni kelajakdagi masalan uyda maydon nechi bo'lsa, shu o'zi o'rgangan ma'lumotlarga asoslanib qancha narx bo'layotganini ko'rsatib beradi. Xo'sh, endi esa bu kod qismini yopishtirib yopaveramiz. Endi shu 0 dan mana sizlarga уже tugadi. Ya'ni linear regressionimiz tayyor. Modelni train qildik, ya'ni o'qitdik. O'sha 1000 ta qatorli ma'lumotlarda mana yangi ya'ni o'sha qismda, o'sha ma'lumotlar ichida yo'q bo'lgan maydonni kiritib masalan bashorat qilib ko'rdik. Mana bashoratimiz xuddi o'sha model o'rgangan to'g'ri chiziq bo'yicha tushyapti.
Ya'ni kelajakdagi uyni narxi qancha bo'lishi, ya'ni shu maydon kattaligida qancha narx bo'lishini mana bashorat qilib berdi. Endi shuncha yozganlarimizda esa tayyor library orqali yozishni o'rgataman. Bu ancha vaqtni tejaydi va hamma narsani o'zi professionallik qilib yozib tayyorlab qo'yishgan. Hamma ishlatsa bemalol bo'ladi. Bu siz uchun nima deydi? Linear regressionni boshidan, noldan boshlab yozib o'tirishingiz shart emas. Просто buni yozishimizdan asosiy maqsad biz uni linear regression qanday ishlaydi, qanday tuzilgan, o'sha narsani aniqlash edi. Uning uchun esa bizga scikit-learn degan, mana scikit-learn degan library'miz bor, kutubxonamiz bor. O'shanda linear regressionni allaqachon implement qilib qo'yishgan. Linear modellar qismidan linear regressionni yuklab olamiz. Mana linear regressionni yuklab oldik. Endi esa obyektini yasaymiz linear regressionni. Mana linear regression obyektini ham yasadik. Endi esa linear regressionni o'qitamiz. Uning uchun fit degan funksiyasi bor. Ya'ni o'qitish uchun shu funksiyani ishlatadi. Fit kabi o'zbekchada moslashish desak bo'ladi. Moslash ya'ni shu qiymatlarga moslashish deb tarjima qilsak bo'ladi. Mana o'sha x bilan y o'qimizni beryapmiz. X o'qimizni bir tekshirib olaylikchi. 0,1 oraliqdamikan? 0,1 oraliqda turibdi. Xo'sh. Bo'ldi, mana shu. Model shunda o'rganadi. Endi shunchaki b bilan y ni qiymatlarini chiqarishimiz kerak. Uning uchun esa b bilan y nikini qilsa, masalan, bunday qilsak bo'ladi. Unda bunday qilamiz. B ni qiymati teng qilamizda. Shu linear regression. Linear regression bu scikit-learnni o'z kutubxonasini dokumentatsiyalari bor. O'sha yerda qanday ishlatish, nimalar bor, o'sha haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Hozir birinchi buni tugatib olamiz. Xo'sh, intersection deymiz. Ya'ni kesishish joyi bo'lgancha intercept bo'ladi. Intercept ya'ni array ko'rinishida bergani uchun biz 0-indeksni olamiz. M ni hisoblaymiz. M'imiz esa slope bo'lgani uchun, ya'ni slope bu yerda slope deb berilmagan, bu yerda koeffitsiyenti berilgan. Ya'ni M koeffitsiyent ko'paytirish, ya'ni o'zgarish darajasi bo'lgani uchun. Buni ham 0-sini olamiz, lekin bunda ko'proq anaqa ikkita adashma ikki formatda beradi. Mana shuning uchun nima qilishimiz kerak? Yana bir tekshirib ko'ramiz hozir. Qani. Birinchi yurgizib ko'ramiz. Mana ma'lumotlar chiqdi. 19 va 62. Biznikiga deyarli yaqinroq bo'lsa kerak. 19-62 tekshirib ko'ramiz. Bizniki 20 bilan 63 chiqqan ekan. Chunki biznikida mana iterationlar miqdori kam, alfa, ya'ni o'rganish tezliklari har xil. Ya'ni biz o'zimiz taxmin etalyapmiz. Bu kutubxona libraryda esa o'zlarining texnika usullaridan foydalangan. Ya'ni yaxshiroq topish uchun. Koeffitsiyentini ko'rasiz, mana ko'rganingizda mana ikkita anaqa bor. Ya'ni 2D array bo'lgani uchun 2 marta olinadi. Chunki bitta qilsak 1D arrayga o'tadi, yana bitta qilsak shunda qiymatini olamiz. Intercept esa 1D bo'lishi kerak adashmasam. Shuning uchun ham ana 1D ekan, bitta bir o'lchamli bo'lgani uchun shunchaki arraydan indeks orqali qiymatini olyapmiz. Xo'sh, bu bo'ldi. Endi grafikda chizib ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Uning uchun esa y prediction deymiz. Bunisini SK deb qo'yaylik. Scikit-learn bo'lgani uchun SK deymiz. Linear regression qilamizda. Predict degan, ya'ni bashorat qilish degan funksiyasi bor buni. Xuddi shuni qanday o'rganganini sinab ko'ramiz. Mana y predictionga oldik. Endi esa grafikimizni chizib ko'rishimiz kerak. Xuddi mana bu yozib o'tirmaymiz qaytadan, shunchaki yuklaymiz. Endi y predictionimizni olamizda shu yerga qo'yamiz. Shunda to'g'ri ma'lumot chiqadi. Mana. Kelinglar, buni boshqacha rangda qilaylik. Shunda yaxshiroq bo'ladi. Ko'rinmas ekan. Unda shu original insida turaversin. Mana, qarang. Bu bilan mana bu bizniki. Mana bu 0 dan yozib chiqqanimizda natijasi. Bunisi esa tayyor library ishlatganimizdagi natijasi. Deyarli farq yo'q. Qiymatlarda ozroqgina farq qilmasa, lekin grafik jihatdan deyarli farq yo'q. Shu bilan
Xuddi shunday boyagidek yangi qiymat kelsa, yangi qiymatni boyagidek berasiz. Shunda boyagidek yangi nima deydi, yangi maydon uchun yangi narxni bemalol model e, qilib o'zi nima deydi, bashorat qilib beradi, predikt qilib beradi. Xo'sh, bu qism shuncha bo'ldi. Ya'ni mana qarang, juda oson. Bu qism juda oson. Chunki linear regression shunchaki scikit-learn library'sini yuklaymiz va obyektini yasaymiz va o'rganish uchun fit funksiyasini chaqiramizda ma'lumotlarimizni berib yuboramiz. Lekin bunda ham ko'rgan bo'lsangiz ma'lumotlarimiz preprocess, ya'ni 0 bilan 1 oralida tushgan holati, katta qiymatlar emas. Chunki katta qiymatlarda bersangiz, o'zingiz sinab ko'rsangiz bo'ladi. U qism tashlab turib katta qiymatlar berib ko'ring. Shunda natija qanday bo'lishini ko'rsangiz, o'zlaringiz eksperiment qilib ko'rsangiz bo'ladi. Shundan qanaqa natijalar ega bo'ladi, o'sha narsani ko'rsangiz bo'ladi. Keyin esa bu notebookda, ya'ni Colab notebookda sizga linkini, ya'ni havolasini Google Telegram postimda chiqarib qo'yaman. O'zlaringiz ham bunga kirib, o'zlaringiz mustaqil ravishda o'zgartirishlar kiritib yoki kodlarni yurgiztirib, natijalarni o'zlaringiz ham test qilib ko'rsangiz bo'ladi. Ma'lumotlarni uy.csv, ya'ni faylimni ham yuklab beraman. Fit degan funksiyamizni o'sha o'rgatdik, o'qitdik biz modelda. Predict degan funksiyamiz orqali esa bashorat qilyapmiz. Ingliz tilini biladiganlar uchun juda oson. Fit so'zi bilan predict so'zini ma'nosi orqali kelib chiqsa, shunda esdan chiqmaydi, bemalol ishlatsa bo'ladi. Agar esdan chiqib qoladigan bo'lsa, mana scikit-learn bor, internetga yozib ko'ramiz. Mana scikit-learnda chiqadi. Scikit-learnga kirgan holatda masalan nimalarni qilsak bo'ladi? Mana regressiya turibdi. Regressiyani bir ko'ramiz, keling. Mana supervised learningda regressiyalar ko'p ekan. Qani linear regressionni ko'raylikchi. Bormikan bu yerda? Linear modelsga ko'ramiz. Linear models ichida bo'lishi kerak adashmasam. Chunki biz mana bu yerda linear modeldan oldikda, chiziqli modellar ichidan olyapmiz. Xo'sh, regression. Linear regression. Okay. Xo'sh. Elastic netimizda hamma bu yerda linear regression turlari berilgan ekan asosan. Ya'ni har xilcha mana shu regressiya modellari hammasini turi shu yerda joylashgan ekan. Linear modellarda. Xuddi mana shu narsa. Biz multiple linear regression deyiladi, chunki mana bu yerda ko'rgan bo'lsalaringiz, m'imiz bitta emas. Keyin esa mana x qiymatlar juda ko'p. Mana bu yerda yozib qo'yman, koeffitsient bilan intercept boyagi b va m, bunisi b orqali qilingan. Mana shu linear model biz mana shu qismni ko'rib chiqdik. Qolgan qismlarni ham ko'ramiz, xudo xolasa. Mana bu yerda mana osongina qanday qilib ishlash kerakligi yozgan. Boyagidek biz scikit-learndan linear modellar olyapti. Linear modellar ichidan esa linear regression olgan mana. Biz esa to'g'ridan-to'g'ri scikit-learnni ichidagi linear modeldan linear regressiyani import qildi va to'g'ridan-to'g'ri yozib ketdik, osonroq bo'lishi uchun. Mana o'qitish uchun fit bor. Mana koeffitsiyentini yozsa, koeffitsiyentlar chiqyapti. Xo'sh. Sizlar ham bu narsani ko'rib chiqsangiz bo'ladi, lekin hozircha endi boshlanganlarga maslahat bermayman, chunki juda ham ko'p narsalar bor ichida, tushunarsiz bo'lishi mumkin, chalkashlik olib kelishi mumkin. Hozircha men chiqargan videolar, postlarga o'qib tursangiz, umumiy bazaviy qilsak, tushuncha, ko'nikmalar oladigan bo'lsangiz, keyinchalik masalan dokumentatsiyalarni o'qib, masalan qanaqa funksiyalar bor, nimalardan tashkil topgan, nimalar qabul qiladi, hamma narsasi bo'yicha asosda ularni ham ular bu to'g'risida ham video yoki postlar chiqarish boshlayman. O'shandan sizlarga uchun tushunish osonroq bo'ladi. Xo'sh, buni kodini sizlarga bilan ulashib qo'yaman. O'zlaringiz ham keyin bemalol o'sha havola orqali kirib, ma'lumotni mana shu yerga yuklab, bu tarafga, chap tarafga yuklab, bemalol test qilib ko'rsalaringiz bo'ladi. O'zlaringiz xohlagancha har xil o'zgartirishlar kiritib, bemalol qilish mumkin. Noldan boshlab yozishda maslahat beraman. Tushungan holatda, har bir qator tushungan holatda birinchi o'rganib chiqing, keyin qaramasdan yozishga harakat qiling. Nima ishlayapti, nima maqsad o'shani o'rganib olsangiz, shunda linear regressiyani
hech qanday nima deydi yordamlarsiz hech qanday misollarsiz deylik misollarsiz bemalol o'zingiz mustaqil ravishda yoza olasiz va qanday ishlashini bilasiz. Shunda murakkabroq modellarga keladigan bo'lsak, ya'ni linear regression modeli ustida algoritmi ustida qurilgan modellarga kelsak, unda sizni oson tushunishingiz, o'rganishingiz juda osonlashadi, ancha yaxshilashadi. Qarang endi, masalan, noldan mana yozib chiqqanimizni kutubxonada tayyorgarlik libraridan foydalanganmiz. Tayyorgarlik libraridan hozirgi kunda juda ko'pchilik tayyorgarlik libraridan foydalanyapti. Lekin aytganimdek, bu odam dangasa qilib qo'yadi. Ya'ni bu qanday ishlaydi, nima qiladi, faqat teoretik biladi, lekin linear regressionni agar implement qilib ber desa, qilib bera olmasligi mumkin, qiynalishi mumkin. O'shaning uchun agar machine learning bo'yicha karyera qilaman desangiz yoki machine learningni yaxshilab o'rganib, mana shu bo'yicha ketaman desangiz, unda siz ishlatayotgan har bir modelingizni qanday ishlaydi, o'sha narsaga bilishingiz kerak. Chunki bu yerda ishlatayotgan ma'lumotlaringiz borku, masalan, hozir bizda uy haqida ma'lumotlar bor. O'sha ma'lumotlaringiz juda muhim. Ya'ni unga istalgan model tushib ketavermaydi. Ma'lumotlarni turiga qarab, qaysi model qanday ishlash mumkinligini, o'sha modellar qanday ishlashi orqaligina o'sha narsaga erishishingiz mumkin. Shunda qaraysiz, ma'lumotlarni analiz qilasiz. Bu ma'lumotlarga deysiz, shu model to'g'ri tushadi deysiz. Bu modellar rezultat yaxshi bo'lmaydi, bemalol aytiladigan darajaga yetib borasiz o'sha holatda. Bo'lmasa, hamma modellarda ustida shu ma'lumotlarni train qilgan holatda rezultatlarni solishtirib, o'shanday qilib juda ko'p vaqtingizni sarflashingiz to'g'ri keladi. Keyin esa tajribasiz bo'lib qolishingiz ham mumkin. Tajribasiz bo'lib qolasiz oxir-oqibat. Keyingi postlarimda esa mana advanced, ya'ni bundan-da murakkabroq regression modellar texniklari ustida postlar chiqaraman. Kuzatishda davom etishingiz kerak. Bo'lmasa yanimda o'tkazib yuborsangiz ancha qiyinchilik tug'ilib qolishi mumkin. Bu birinchi mana shu 3 tasi teoretik, ya'ni nazariy bo'ladi. Ya'ni Medium postda va Telegram postda chiqaraman va amaliyotda esa shu uchalasini hammasini qanday qilib implement qilishni o'rganamiz. Birinchi hozir ko'rsatganimni yaxshilab o'rganib oling, chunki ko'p joylarni keyin tushuntirmasdan tez-tez o'tib ketaman. Sababi o'sha bularda ham asosi linear regression bo'lgani uchun tushuntirib detalniy qilib o'tirmayman-da. Asosiy e'tiborni shu Rich, Lasso va Elastic Net modellarni implementatsiyasiga fokus qilamiz, qaratamiz. Shunda buncha chalkashlik bo'lmaydi. Hozircha menda shular. Umid qilaman tushunarli bo'ldi deb, tushunarli bo'lgan deb umid qilaman. Chunki qo'limdan kelgancha nima edi, to'liqroq tushuntirishga harakat qildim. Agar savollar tug'ilsa, bu narsalar bo'lsa, masalan, video tagida shu Telegram kanalimga havola qoldirib ketaman. Medium, mana shu Medium postimga havola qoldirib ketaman. Har bir chiqargan postimga mana shu mundarijasi, mana shu mundarijadan to'liq amal qilsangiz bo'ladi. Mana mundarija bo'ylab qilsangiz, men har biriga link berib qo'yganman. Ya'ni keyingi, masalan, bu bo'limga bemalol o'tsangiz bo'ladi shu yerdan. Shu ketma-ketlikda o'rganib ketsangiz bo'ladi, agar endi qo'shilgan bo'lsangiz Telegram kanaliga, yoki endi qo'shilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz. Xo'sh, asosda men tushuntirish nutqlarini anchasida yaxshilayman keyinchalik videolarimda. Hozir bu endi baribir video bo'yicha birinchi tushuntirish birinchi marta tushuntirishim bo'lyapti. Xo'sh, umid qilaman sizlarga tushunarli bo'ladi, ma'qul keladi deb umid qilaman. Endi o'zlaringiz bir yaxshilab test qilib eksperiment qilib ko'rasizlar. O'zlaringiz xohlagan usulda qanday natija beradi deb har qachon. Bu endi o'zlariga bog'liq. Endi o'rganish tezligi o'zlaringizga bog'liq. Asosan men sizlarga self study, ya'ni o'zingiz mustaqil o'rganishga ham maslahat beraman. Chunki mani postlarimda deyarli hamma narsani o'sha mavzular bo'yicha hamma narsani o'z ichiga bera olmayman, tushuntirib bera olmayman. Sababi bo'lmasa nima deydi, endi boshlaganlari uchun juda qiyinchilik tug'diradi. O'rganishni tashlab qo'yishlari mumkin. Shunga men soddaroq, osonroq yo'nalish va turli xil misollar bilan, real hayotda misollar bilan tushuntirishga harakat qilyapman. Shuning uchun o'zingiz ham mustaqil o'rganishga internetlardan qidirib ko'rib, shu ma'lumotlarni o'rganishga maslahat beraman. Lekin ingliz tilida qidirishingiz ancha yaxshiroq bo'ladi, chunki ingliz tilida to'liqroq va nima deydi, professionalroq qilib tushuntirilgan misollar juda ko'p. O'shalar orqali bilim va ko'nikmalaringizni oshirishingiz mumkin. Hozircha menda shular. Agar video foydali yoqqan bo'lsa, juda mamnunman. Kuzatishda davom etsangiz, xudo xolasa, bundanda yaxshiroq va murakkabroq, ya'ni modellar haqida, ya'ni balki qiziqarli modellar yoki qiziqarli nima deydi, machine learning bo'yicha turli xil algoritmlarni ham chiqarishda davom etaman. Menda hozircha shular.
E'tiboringiz uchun rahmat.